Assalomu alaykum. Hojaga yaxshimisiz? Salomat. Ishlaringiz yaxshimi? O kuni telefon qilganingizga kechqurun esimdan chiqib qolibdi. Hozir sal qo'lim yengillashibsam yana internetdan chiqib qolgan ekan. Bugun bunaqa ishlar qildik-da. Mana shu darvozaxonani tagidan suv o'tkazib shu holatga qo'yib berdim-da. Hozir qishloqlar o'rtasida shunaqa narsa ketyapti. Shuni qildim, tagidan teshdik. Endi oldingi bittasi chiqib ketgan ekan. Narga o'rnida charagan ekan. Uni ham qilib berib ketgan bo'lmaydi. Shunaqa qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Cho'chigacha qo'yib berdim men. Mayli, hoji aka, sog' bo'ling. Hozir nar tarafda o'zi turuvdi. Boshqatdan qidiryapti endi. Narga o'rnida. Gavli bo'ldi. Qutuldik. Betonni buzmasdan o'tib berdim-da hoji aka. Bu tarafdagi narga bo'lib ma'qul kelmay qoldi. Buni shuni qilib berganimga o'tkazib naqlga ishlari to'xtam nimasi yoqmay qoldi. Shuni nima tashaversin, kengroq ochaversin, boshqatdan qilaverasizmi? Shuna uncha yilani boshqatdan qildiryapti. Raqobat endi. Men bitta chiqsam bo'ldi bir kunda. Yaxshi tursam bo'ldi, qiziqtirmaydi. Ikkitaga har kuni kerak yo'q.